Assalomu alaykum yaqin. Siz yangi Damas oldingiz, lekin nima qo'yib minishga o'ylanib turgan bo'lsangiz, biz sizga monogarazivniy, одноразовый filtrlari bilan propan taklif qilamiz. Xo'p, alohida e'tiborga olib qo'yasiz. Reaktorimiz Atiker original reaktor hisoblanadi. Bu bo'lsa monogarazivniy filtrlarimiz albatta har bitta stikda, har bitta xomut bo'ladi. Keyin bu nima deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu vakuum hisoblanadi. Bu mashinaning hidlanmasligiga, prasopakana bo'lishiga qaramasdan, razgomi ancha baland bo'lishiga nima deydi, ta'sir qiladi. Bu bo'lsa Turkiyaning monogarazivniy magnitli filtri bo'ladi. Bu uncha joyda qo'yilmaydi, lekin bizda shu ustanovkaning ichida pul hisoblanmasdan qo'yib beramiz. Endi orqa bilan tanishtiramiz. Aka, mashinangizni hech qanaqa besperedelka, chotki qilib, hech qatini kesmagan, qirqimagan, buzmagan holatda mashinangizni chotki qilib 4 dona teshik chiroyli qilib ustanovka qilib beramiz. Ustanovkaga alohida e'tibor bering. Shu zapravishniy bo'lmasa, sizni gaz boringiz borligini ham birov bilmaydi. Mana alohida 4-pakelinani datchiklari bilan qo'yib beramiz. Oldida emulyatorlari bilan bo'ladi. Emulyatorimizga e'tibor bering. Mana 3 xotkali bo'ladi. Benzinga ham, propanga ham chotki bo'lib ishlab, o'zini vazifasini bajaradi. Ko'pchilik emulyator qo'ymaydi, oddiy включатель qo'yib beradi. Bizda shu emulyator kak metanga o'xshab urinlarni ko'rsatib turadi propanni. Dokumentlari bilan hamma yo'g'i original turetskiy bo'lib o'rnagan. Bemalol raqamlarimizga murojaat qilib kelaverasizlar. Naq va rastroshka va bo'lib to'lash halol narsa savdolarga ham qo'yib berishimiz mumkin. To'lov albatta siz istagan usulda bo'ladi. Aloqaga chiqib kelaverasiz.